Mana bunda hozir orqasidan bort tushirib oldik. Mana ustini yopganmiz. Mana orqasida mana bunaqa shablonimiz bor. Bunga Mamatga ko'pchilik reyka deyapti. Hozir bitta narsani tushuntirib ketaman. Qulay joyga turib oling mana. Reykada bitta qo'yiladi. Mana bunaqa sinib qolsa burchaklari reykani tortishlar chiqib ketadi. Bunda splashni ushlaydi. Mana ko'rasizlar? Splashni ushlaydi. Uni hech qanaqa tortib ola olmaysizlar. Reykada bitta tortsangiz yulinib ketish ehtimoli bor. Mana bunaqa chok tashlasa. Mana splashni ushlaydi. Ko'rasizlar, har bittasida samarangiz bor. Xo'p, buni qo'ydik, shablonimizni qo'yib oldik. Uni ustidan mana bunday avvalini yopiladi. Bu mana bunga ikkita qo'yganmiz stik uchun. Bitta bunikini ushlaydi, bittasi mana bunikini ushlaydi. Bu yoqqa ketadi. Mana o'rtalarida bittadan. O'rtalarida bittadan, bu yoqda ikkitadan. Bundan keyin mana bunaqa holga keladi. Mana bunaqa bo'ladi, hamma yog'i yopiladi. Mana bunaqa burchaklarini to'rttasi qo'yib yuboriladi. Bundan keyin malyarka mana bunaqa qilib malyarkasini qiladi. Naryoni ham malyarkasi bo'lgan. Uzoqdan ko'rinishi mana. Shunaqa holga keladi inshaalloh.